Assalomu alaykum. Sizlar bilan Unity News. Xabarlarimizni ustozimiz Kumushxonning farzandli bo'lgani bilan boshlaymiz. Ustoz o'g'il farzand muborak bo'lsin. Bizda Mr. Bloodedning o'quvchilaridan IELTS va TOEFL natijalari. 4 ta IELTS 7, 3 ta 6,5 va 2 ta IELTS 6 va TOEFLdan 2 ta C1 va 10 lab B2 sertifikatlar qo'lga kiritildi. Hamma sertifikat olganlarni tabriklaymiz. Bizda o'zgacha yangilik. Ish boshqaruvchimiz Nodir aka o'zlariga shogird oldi. Oldindan ham kuchayib ketyapti. IDP va Unity hamkorligida CDIELTS Unityda ham o'tkazilyapti. Agar CDIELTS topshirish niyatida bo'lsangiz, marhamat. Bizda ingliz tili, arab tili va matematika kurslarimizga qabul davom etyapti. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Bizda eng dolzarb yangilik. Nodirbek akani uylanganiga chidolmasdan, Biloldin ustoz ham o'zlariga kelin qilyapti. Nomzodlar Unity botga murojaat qiling. Bizda hozircha shular. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha siz bilan boshlovchingiz Nurmuhammad.